Men sizga yangi falsafani tanishtiraman. Bu fikr, fokus va tasavvur birlashgan nuqta. Odamlar o'z hayotini tashqi sabablar bilan bog'laydi. Lekin asl kuch ongning ichida yashaydi. Ong bu vibratsiya. Vibratsiya kvant. Kvant esa materiyani shakllantiruvchi energiya. Bugun siz eshitayotgan narsa oddiy motivatsiya emas. Bu ong orqali gologramma yaratish ilmi. Ha, gologramma. Tasavvurda yaralgan shaklning moddiy dunyoda paydo bo'lish jarayoni. Fokusni to'g'rilagan inson vaqtni tezlashtiradi. Tasavvurini to'g'ri sozlagan inson makonni o'zgartiradi. Vibratsiyasini ko'targan inson materiyani o'zgartira boshlaydi. Shuning uchun men aytaman, ong bu teleportatsiya darvozasi. Sizning fikringiz qayerga borsa, energiya o'sha tomonga oqadi. Energiya oqgani joy esa haqiqatga aylanadi. Men bu yo'lni o'rgataman. Fokus lazerdek aniq, tasavvur gologramma kabi tiniq, vibratsiya yuqori va natija kvant tezligida. Hech kim sizga bera olmaydigan kuch sizning ichingizda uyg'onishni kutyapti. Siz tasavvur qilganingiz sizning kelajagingiz. Siz e'tibor berganingiz sizning makoningiz. Siz vibratsiya bilan yo'naltirganingiz sizning materiyangiz. Bugun biz faqat fikrlamaymiz. Biz yaratamiz. Biz o'zgartiramiz. Biz teleportatsiya qilamiz. Biz ong orqali yangi gologrammalar yaratamiz. Agar siz hayotingizni kvant tezligida o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yangi zamonga kirish uchun tayyor bo'lsangiz, bu yo'l sizni kutyapti. Fikr, fokus, tasavvur, vibratsiya, kvant, materiya. Bu mening falsafam va bu sizning yangi kuchingiz bo'lishi mumkin.